Yuy Huaning Yashamoq asari. Ushbu asar yozuvchining ikkinchi romani bo'lib, 1993-yilda nashr etilgan. Kitobda Xitoy madaniy inqilobidan avval katta meros va boylikka ega bo'lgan Fugui va uning oilasi misolida bir mamlakatning aholisi va ijtimoiy mavqei o'zgarishi tasvirlangan. Boshdan kechirilgan ocharchiliklar, katta temir eritish kompaniyasi, yerning davlat mulkiga aylantirilishi, xususiy mulkchilikning bekor qilinishi, taomlarning oshxonalarda iste'mol qilinishi kabi tub o'zgarishlarga kichik qishloqda qanday munosabat bildirilganligi haqida hikoya qilinadi. Yashamoq asari insonning hayotiy kurashlari va ichki iztiroblarni yoritadi. Asar o'quvchiga o'zining ichki kuchini sarf etish, hayotda duch keladigan qiyinchiliklarni yengish va haqiqiy qadr-qimmatni anglash yo'lida chuqur his-tuyg'ularni tortiq etadi. Yozuvchi insonning ichki dunyosi, azoblari va ular bilan kurashish jarayonini mahorat bilan tasvirlaydi. Asarda men yoqtirgan personaj bu Fuguining qizi Fengxiya hisoblanadi. U qiz bolaligini boshqa bolalardek yasholmadi. Nochorlik uni butun umrga nogiron qilib qo'ydi. Shunga qaramasdan mehnat va qiyinchiliklar uning yosh gardaniga erta yuklandi. Ota-onasi bilan baravar dalada mehnat qildi. Nogironligi sabab voyaga yetganida ham uning eshigini birorta sovchi yo'qlamadi. Qishloq ahli uni nogironligini mazax qilardi. Men Fengxiyaning baxtli kunlarini kutardim. Ha, uning baxtli kunlari keldi. U shaharlik quruvchi yigit elchiga turmushga chiqdi. Uning hamma qizlar qatori baxtli kunlari boshlandi. Ammo bu kunlar uzoqqa bormadi. Men uning ayanchli taqdirini o'qirkanman, ko'zimga yosh oldim. O'z hayotim bilan uning hayotini solishtirdim. Yuragimda Alloh bergan ne'matlarga shukronalik keltirdim. Bu asar hayot mazmunini izlab, o'zini kashf etishga intilayotgan va turmushdagi sinovlardan saboq olishga tayyor o'quvchilar uchun juda ham qimmatli. Kitobning yorqin va ta'sirli ifodalari o'quvchining chuqur mulohaza yuritishga undaydi va hayotning murakkabligini yengil tarzda qabul qilishga ilhomlantiradi. Bu asar hayotiy qiyinchiliklarga duch kelgan va undan chiqish yo'llarini izlayotgan barcha o'quvchilarga tavsiya etiladi.